Ushbu videoda muallif tomonidan o'ylab topilgan voqealar tasvirlangan. Ular real hayot bilan bog'liq emas. 18 yoshga to'lmaganlarga tavsiya etilmaydi. Qotil 3-bob. Ayol aslida kim? Muallif Shohrux. Tegirmon ichidagi havo og'irlashib, elektr uchqunlari havoda qora izlar qoldira boshladi. To'satdan eshik dahshatli zarba bilan ochilib, ostonada yomg'irdan nam bo'lgan, ko'zlari qizargan bir kishi paydo bo'ldi. U ayolning akasi edi. U ichkaridagi manzarani, tirilgan singlisini va uning atrofidagi g'ayritabiiy qurilmalarni ko'rib, dahshatdan devorga tiralib qoldi. Uning lablari titrar, lekin birorta so'z chiqa olmasdi. Erkak esa hamma narsani unutgan, bor e'tiborini o'zi tiriltirgan ayolga qaratgan edi. U ayolning yonida tiz cho'kib, sovuq qo'llaridan tutdi. "Gapir! Seni kim bunday ahvolga soldi? Kim seni joningga qasd qildi? Aytsang-chi!" Ayolning ko'zlari birdan oqarib, so'ng ichidan yashil bir olov yana boshlangandek porladi. Uning nigohi eshik oldida turgan akasiga qadaldi. Uning barmog'i sekin ko'tarilib, akasiga o'qtaldi. Bo'g'zi ichidan insoniy bo'lmagan g'ichirlagan ovoz chiqdi. O'sha meni bo'g'ib o'ldirdi. U qotil!" Shu soniyada erkakning ko'zlari qonga to'ldi. U o'rnidan irg'ib turib, ayolning akasiga tashlandi. Ikki erkak laboratoriya stoli ustiga yiqildi. Shisha idishlar chil-chil bo'lib sindi. Ichidagi zaharli suyuqliklar yerga sochilib ketdi. Ular hayot-mamot jangiga kirishgan edi. Mushtlar zarbidan erkaklarning lablari yorildi. Ularning yuzi qon bo'ldi. "Nega? U sening jigaring-ku. Nega uni o'ldirding?" deb baqirdi erkak, raqibining tomog'idan bo'g'ib. Akasi nafas yetishmay erkakning qo'llarini bo'shatishga urinar ekan, bor kuchi bilan iqror bo'ldi. "Tentak! Sen uni sevarding, lekin uning kimligini bilmasding. U oddiy ayol emas, u qadimiy jodugar. O'sha kuni u mening go'dak qizimni qurbon qilmoqchi bo'lganida, men uni to'xtatishga majbur bo'ldim. Uni o'ldirishdan boshqa ilojim yo'q edi. Sen esa hozir bu dunyoga la'natni qaytarding." Bu gaplar erkakni bir lahzaga to'xtatib qo'ydi. Aynan shu paytda stol ustida yotgan ayolning jasadi dahshatli tarzda tebrana boshladi. Uning tanasidan chiqayotgan dahshatli ovoz butun xonani tutib ketdi. Uning orqa kurak sohasidagi terisi go'yo qaynoq pichoq bilan kesilgandek yorila boshladi. Yara ichidan yopishqoq, qora suyuqlikka belangan va uzun sochli g'alati bir maxluqning boshi chiqib kela boshladi. Ayolning insoniy qiyofasi shishib, dahshatli bir maxluq shakliga kirardi. Uning insoniy terisi shunchaki bir qobiq bo'lib chiqdi. Ichidan esa asriy iblis uyg'onmoqda edi. Erkak akasining ustidan sekin tushdi. U dahshat ichida o'zi bir paytlar sevgan ayolning o'rnida turgan hayoliy maxluqqa qaradi. Akasi ham o'rnidan turib, qo'liga yaqin atrofdagi og'ir temir dastakni oldi. Ikkala erkakning orasidagi adovat bir soniyada so'ndi. Ular endi qarshisida bitta umumiy dushman turganini fahmladilar.
o'z qobig'ini yirtib chiqayotgan, butun olamga tahdid soluvchi iblis momaqaldiroq tegirmon tepasida dahshatli gumburladi. Ikki erkak bir-biriga qaradi va bir so'z demasdan bor kuchlarini yig'ib sekin-asta o'zgarayotgan o'sha maxluq tomonga qarab birgalikda tashlandilar. Hikoyani Shohrux o'qidi. 3-bob tugadi. E'tiboringiz uchun tashakkur.